Ijtimoiy tarmoqlarda o'qib qoldim. 16 yoshli o'g'il bola otasiga telefon qiladi va uxlab qolganligi sababli samolyotda uchib ketganligini va keyingi samolyotga chipta olib berishini iltimos qiladi. Lekin ota chipta olib bermasligini aytib, bori puliga avtobusda bo'lsa ham kelib olishini aytadi va telefonni qo'yib qo'yadi. O'g'il 3 kun ichida ba'zi bir joylarda och qolib, ba'zi joylarda yengil mashinada, ba'zi joyda avtobusda bo'lib 3 kunda uyiga kirib boradi. O'g'liga rahmi kelgan onasi bemehrlikda otasini ayblaydi, lekin ota bu vaziyat o'g'liga dars bo'lishini va har bitta vaziyatda javobgarlikni olib, mas'uliyatli bo'lishi kerakligini aytadi. Ota-onalar o'g'il farzandlarini ko'proq qiyinchilikka qo'yishlari va qiyinchiliklardan o'tishiga ishonch berib, qo'llab-quvvatlab turishlari kerak bo'ladi. Chunki erkaklarning tabiati ayollarnikidan farqli o'laroq, ular ko'proq qiyinchiliklarda o'sadi, rivojlanadi. Erkaklarga qancha qiyinchilik kelgani sari va har bitta vaziyatidan o'zi dars olib o'tgani sayin ular o'sadi, rivojlanadi va kengayib ketadi. Shuning uchun har doim erkak kishiga javobgarlik olishni va har bitta vaziyatda mas'uliyatli bo'lishni o'rgatish lozim bo'ladi.